Nahayet iffetlik, şermi hayalık, güzel ahlaklık ve diyanetlik bir Müslüman kız var idi. Allah'ın inayeti bilen kız bir yigit bilen toy kıldı. Toy günü akşamı kız güzel yemek içmeklerini hazırlap yolduşunun aldığı koydu. Olar şirin paranlar bilen dastıkhandaki yemekliklerge emdili eğiz tekkizüvedi. Tuyuksuz kıkılgan işik avazı olarının peyzini bozup koydu. Huzurluk söhbetlerini bozup bu keçidi işik çekken adamge dehşet gazibi kelgen yigitinin koşması törüldü. Kız yolduşunun cidel çıkarıp selişinin ensirep işik tarafga yugurdi ve silik teleppuz bilen sordu. Bu keçidi işik çekken kim? Sırtın bir erkişinin acizane avazı keldi. Bir az tamakka ihtiyacı bar sahil bulumen. Kız yigitke ahvalını yetkizdi. Yigit teximi gazaplanıp ornidan turupla ketdi. Bu keçide yeni kelip toyumuz bolgan tunji keçide bizning aramimizni buzg'ili keptimi? Yigit gazapdan titrab atatdi. O ishikdan etilibli chiqdi va ishik tuvida turgan bechora soilni uribli ketdi. Yigitning g'azabi texicha besilmay atatdi. Bir haza urgandan keyin holsizlangan soilni sharmandalachi qo'g'libatdi. Bechora soil ochiq azobi yetmagandek qattiq tayoq yeb yarlangan, yuz ko'zlari qonga bo'yalgan holda o'milab kecha qorong'uligiga g'oyib bo'ldi. Ah bechora, bu kechida nagimi borgandi? Qayerga panohlangandi? Kimlar uning holiga yetgandi? Yigit hujursiga kirdi, ammo uning ochiqi yanala besilmay yotadi. Zodi nima uchun payzimizni buzdi? Tinish tamoq yegili qo'ysa bo'lmamdi? Bu degan to'y kechisi tursa, to'y kechisi ishchi kamdi kishi. Yigit uy ichida to'xtamay u yoqdan bu yoqqa menib o'z-o'ziga so'zlayotdi. Dehşetli g'azab uningga ta'sir qilib tuyuqsiz sarandakli bo'lib qoldi. Gap so'zlari qalayma-qalashdi. Qaraganda nervisi buzilganda qiladi. U ichi siqilib tit bo'lib, ayolining yalvurishiga qaramasdan sirtqa qarab mangdi. Va birdilla tun qorong'uligiga g'oyib bo'ldi. Birdamda yuz bergan bu ishga qarab qiz o'z-o'ziga ishonolmay qoldi. U yaxshi bir yigit deb to'y qilgan bu kishining qamlashmagan qiliqlarini ko'rib, og'zini ochqinicha dong etib turibla qolmoqda edi. To'y kechisila eridan ayrilgan bu qiz taqdirga putib sabr qildi. Allohning ajr savob berishini umid qildi. Oradan 15 yil o'tdi. Qiz shu chaqqicha sadoqat bilan yo'ldoshining qaytib kelishini kutib o'tadi. Yo'ldoshidan hech qanday xabar ololmagan qiz oxiri qozi oldiga berib, shariat hukmi bo'yicha taloq isbotini oldi. Uzun o'tmayla bir musulmon kishi qizga elchi avatdi. Shunda qilib ikkisining to'yi bo'ldi. To'y kechisi qiz odati bo'yicha yo'ldoshining oldiga esil yemak ishmaklarni hozirlab, dasturxonni guldek qilibdi. Ular yemak yegach, bahuzur paranglashib o'tirayotganda tuyuqsiz ishik qattiq chekindi. Siz qarab beqing, kim ekan bu kechida ishik chekkan? Dedi er muloyimlik bilan. Ayol ishik yeniga kelib, bu kechida ishik chekkan kim deb so'rdi. Sirtdan zaif bir ovoz kelyotdi. Bir oz yemaklikka ehtiyoji bor soil bo'laman. Ayol yo'ldoshiga uning bir soil ekanligini, yemek içmekka ehtiyoji bo'lg'achqa bu kechida ishik chekib qolganligini xabar berdi. Er shu hamon dasturxondagi yemekliklarning hammasini ko'tarib ayoliga tutqizdi va bu yemekliklarning hammasini bering, xohlagan yemeklikni olsin va qo'sqi to'yg'icha yesin. Onundan oshqarini biz yeyli dedi. Ayol dasturxondagi yemekliklarni dasturxon bilan qo'shib soilning oldiga qo'ydi va uningga qarab cho'chibla ketdi. Ah xudo, bu nima ish? Ayol öksüp yig'lagan peti yo'ldoshining yeniga kirdi. Nimaga yig'laysiz? Sizga nima bo'ldi? Soil sizga axloqsizlik qilmagandi ha? Er nima ish bo'lganligini bilolmay jiddiylashib ketgan edi. Ayol ko'zlaridan yosh taramlagan holda mundaq dedi. Ishik tuvida sizning tamoqlaringizni yeyotgan bu soil mening 15 yil ilgirki yo'ldoshim edi. To'y kechisi dal mushundaq dasturxon ustida o'tirayotgan vaqtimizda bir soil ishikni chekkan edi. Yo'ldoshim g'azablanganicha chiqib, o soilni qattiq urib, yaralantirib qo'g'libatgan edi. Keyin uyga kiribmi, g'azabini basolmay, bara-bara nervisi qo'zg'alib, sarang bo'ldimi yoki jin ofat soldimi, bilmadim. Uydan chiqib ketgancha qaytib kelmadi. Shu ketgancha toki hozirgacha ko'rmagan edim. Mana bugun soilga aylanib, ishik tubiga keldi. Ayol to'xtamay yig'lab atadi. Bu so'zlarni anglagan ermi o'zini tutolmay, bulduqlab yig'lab ketdi. Ayol texmi hayron qoldi. Endi sizga nima bo'ldi? Nimaga yig'laysiz? Er aran deganda o'zini tutib olib mundaq dedi. Ayni chaqda yo'ldoshingiz urib qo'g'layotgan heliqi kishining kim ekanligini bilamsiz? U oldingizda turgan hozirgi yo'ldoshingiz men bo'laman. Ulug' Alloh mundaq deydi.
Sizlarga, ya'ni jininglarga yoki melinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglarning tufaylidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afu qiladi. Afu qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar. Shura surasi 30-oyat.